Tasavvur qiling, siz qandaydir tasodifiy begona munosabatda bo'ldingiz. Ertasi kuni o'zingizni eshitasiz. Hech qanday og'riq yo'q, yering yo'q, qichishish yo'q. Xudoga shukr, hech narsa yuqtirmabman. Men 100% sog'lomman deb o'ylaysiz va xotirjam uyga, ayolingiz yoniga qaytasiz. Lekin to'xtang, siz o'zingiz bilmagan holda o'z uyingizga, ayolingizga mudhish kasallikni, hatto saraton, ya'ni rak virusini olib kirayotgan bo'lishingiz mumkinligini bilarmidingiz? Bugun men sizga jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar qanday qilib oylab yashirinishi, prezervativ nega sizni 100% himoya qila olmasligi va o'zingizni hamda oilangizni bu xavfdan qanday qilib saqlab qolishingiz haqida butun ochiq haqiqatni aytib beraman. Videoni diqqat bilan ko'ring, oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, men urolog-androlog doktor Timurman. Qabulimga har kuni ko'plab bemorlar keladi va ularning eng katta xatosi bitta: menda hech qanday belgi yo'q edi-ku, qayerdan bu infeksiya chiqdi deyshadi. Gap shundaki, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar aksariyati inkubatsion, ya'ni yashirin davrga ega. Kasallik yuqqandan so'ng bemorlar belgilari darhol yuzaga chiqmaydi. Bu qonda va to'qimalarda oylab, hatto yillab yashirilishi mumkin. Bemor o'zini sog'lom his qiladi, lekin u allaqachon tashuvchiga aylangan va boshqalarga yuqtirishni boshlagan bo'ladi. Biz asosan qanday infeksiyalarga duch kelamiz? Bular gonoreya, mikoplazma, trixomoniaz, ureoplazma va eng xavflilari bo'lgan virusli gepatit B, C hamda spid kasalliklaridir. Lekin bular orasida yana bir o'ta makkor dushman bor. Bu inson papilloma virusi. Agar erkak bu virusni yuqtirib olsa, unda oddiygina so'gal yoki yallig'lanish chiqishi, hech qanday belgi bermasligi mumkin. Erkak kishi bu virus bilan bemalol yashab yuraveradi. Lekin agar u bu virusni o'z ayoliga yuqtirsa, nima bo'ladi bilasizmi? Ayollarda bu virus to'g'ridan-to'g'ri bachadon bo'yni saratoniga sabab bo'ladi. Tushunyapsizmi? Sizni bir lahzalik xatoyingiz yoki e'tiborsizligingiz ayolingizni hayotiga zomin bo'lishi mumkin. Zamburug'li va bakteriyali infeksiyalar esa keyinchalik prostata bezi yallig'lanishi, urug' yo'li yallig'lanishi, farzandsizlikka olib keladi. Xo'sh, belgini kutib o'tirish xato ekan. Unda qanday qilib aniqlaymiz? Bu holatda kasallikni o'tkazib yubormaslik uchun maxsus tekshiruvlardan o'tish shart. Birinchi navbatda uretra, ya'ni siydik kanaldan qirma, ya'ni mazok olinadi. Bu qirma mikroskop ostida ko'rilib, qancha infeksiya borligi haqida umumiy ma'lumot olinadi. Lekin bu yetarli emas. Shundan so'ng eng zamonaviy usul, ya'ni andraflor screening qilinadi. Bunda aynan qaysi qo'zg'atuvchini DNKsi borligi hujayra darajasida tekshiriladi. Faqatgina qo'zg'atuvchining DNKsi aniq topilganda shunga yarasha sizga davo ko'riladi. Endi ko'p beriladigan savol: men prezervativ ishlatganman-ku, mendan xavotir yo'q-ku. Juda katta xato. Prezervativning asosiy vazifasi bu kontraseptik maqsad, ya'ni istalmagan homiladorlikdan saqlanishdir. Ha, u ko'plab infeksiyalardan ma'lum darajada himoya qiladi. Lekin 100% kafolat bermaydi. Nega? Chunki papilloma, gerpes va sifilis kabi kasalliklar faqat shilliq qavatdan emas, teridan teri, ya'ni tegish orqali ham yuqib ketaveradi. Qolaversa, ba'zi bir erkaklar prezervativdan faqatgina jinsiy aloqa vaqtini cho'zish, tez bo'shanishni oldini olish maqsadida foydalanadi. Kasalliklardan 100% himoyalanishning yagona, eng ishonchli va dunyo tan olgan usuli bitta. Bu halol hayot tarzi, tozalik, begona tasodifiy aloqalardan mutlaqo tiyilishdir. Boshqa hech qanday sehrli dori yoki vosita yo'q. Erkaklar, o'z sog'lig'ingiz va oilangiz xavfsizligi o'z qo'lingizdadir. Kasallikni yashirib yoki internetdan dori qidirib vaqt yo'qotmang. Agar sizda qandaydir shubhali tasodifiy aloqa bo'lgan bo'lsa yoki qichishga, achishga, turli xil ajralmalar kabi belgilar bezovta qilayotgan bo'lsa, uyalmang, e'tiborsiz qoldirmang. Hozirning o'zidayoq izohlarda plus belgisini qoldiring. Men sizga hech qanday ortiqcha xarajatlarsiz to'g'ridan-to'g'ri qanday tahlillar topshirishingiz kerakligi bo'yicha aniq ro'yxatni shaxsiy xabarnomangizga yuborib qo'yaman. Videoga like bosing, obuna bo'ling, videoni do'stingizga ham yuboring. O'zingizni va oilangizni asrang. Salomat bo'ling.